urush qilayotgan davlatlar Isroil va Amerika. Nafaqat Eron, nafaqat urushayotgan davlatlar, balki boshqa davlatlarda ham zararlar ko'p bo'lyapti. Buni hamma bilib turibdi. 100 milliarddan 200 milliard AQSh dollarigacha zarar olib kelyapti. Vaqt muddatlar cho'zilib ketyapti. Narx-navo keskin ko'tarilib ketgan. 3000-4000 yuanga narxi oshgan. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, Isroil logistikani o'zidan 9 milliarddan 16 milliard AQSh dollarigacha zarar ko'ryapti. Yo'l-kira xarajat 2 emas, 3-4x o'tdi. Общий hisobda 270 ming konteyner muzladi. Assalomu alaykum. Faizgo kompaniyasi bilan Kebzo kompaniyasi tanishtiruv qilib olaylik deb chaqirdik sizlarni, xudo xolasa. Bu Faizgo kompaniyasining asoschilari Fayzullo, Faizgo kompaniyasining direktori Abduboriy. Bizda Kebzo UK Alliance billa asoschilaridan bittasi Hikmat Abidov, men Bahodir Ma'rufov. Tanishganimdan xursandmiz. Endi bir Faizgo bo'yicha ham bir tushuntirish bersangiz, qachondan bir ishlaysizlar, bir tanishib qo'ysak, sherigim Hikmat Abidov ham o'zlarini bir ishlarini qanaqa oldin qachondan boshlaganlar, shularni ham bir tanishtirib, bir-birimizdan tanishib olsak yaxshi. Chunki biz o'zimiz muloqot qilganmiz, Hikmat unda yo'q edilar. Shuning uchun hozir bir-birlar bilan tanishtirish, keyin bir-birimiz bilan ishlarimizni ham yaxshi bilib, birgalikda o'sha UK Alliance ham bir yoritib ketsak. Faizgo logistika kompaniyasi o'zi brendga asos solinganiga 4 yilcha bo'lib qoldi. 3 yil, 4 yil atrofida bo'lib qoldi. Bu sohaga kirganimga bir 9 yil bo'ldi o'zini. Boshlanishiga pochtadan boshlaganman, ya'ni pochta tashishdan boshlaganman. Pochtadan sekin-sekin Labo oldim, Hyundai oldim. Mahalliy yo'nalishlar bilan shug'ullanishni boshladim. Distribyutorlar bilan shartnoma qilib, tovarlarini yetkazib berardim. Undan keyin shu shaharlar aro, viloyatlar aro shunaqa logistikani yo'lga qo'ydim, ekspeditorskiy qilib. Undan so'ng fura oldim o'zim. Fura olib, fura bilan ishlatganman. Oldingi podkastlarda ham bir aytganman, bitta o'qishga borganman, o'zimni bilimlarimni oshirish maqsadida. O'sha yerda Sanjar aka degan bitta ustozimni uchratib qolganman. Ular xalqaro logistika bilan shug'ullanadi. Eskidan otasi o'zi shu sohada ishlagan. Shu odam bilan uchrashib olib, meni miyamni 100% o'zgartirib yuborgan. Ya'ni meni energiyamni, kuchimni ko'rib, siz dedi xalqaro logistikada ishlang. Xuddi shu energiyangiz ketadi, lekin ko'proq pul topasiz. Tajribangiz ko'proq kuchayadi degan taklifni berib, o'zi yordam berib, beg'araz yo'nalishlarni ko'rsatib, shu xalqaro logistikaga o'tishimga sababchi bo'lgan. Va brend yaratganmiz, o'sha Faizgo logistika kompaniyasini brendini yaratib, Abdulboriy bilan tanishganmiz. O'sha paytlar bir 5 yil bo'ldimi? 2020 atrofida. O'sha paytda Abdulboriy bilan tanishganmiz. Davay birgalashib shu xalqaro logistikani qilamiz, birgalashib qilamiz deb shu kompaniyaga asos soldik. Hozirda asosiy ishlaydigan yo'nalishlarimiz shu Indiya, Malayziya, Tayland, Indoneziya, Dubay, o'sha Eron portlari orqali, keyin Yevropa mamlakatlari, Rossiya, SNG davlatlari bilan hozirda asosan ishlab kelyapmiz. Sizlarni yo'nalishinglar xudo xolasa bilishimizcha Eron orqali Hindiston, Malayziya, Singapur bu yoq taraf. Bizani yo'nalishimiz Xitoydan O'zbekistonga. Shuning uchun kelinglar bir o'tirib shuni hozirgi bo'layotgan mojarolardan logistika sohasi qancha tafovut ko'ryapti, qanchalik zarar ko'ryapmiz, tadbirkorlarga shuni yoritib berishi, maslahat qilish uchun yig'ildik xudo xolasa. O'shanga Fayzullo, siz o'zingiz keyin. Rahmat Bahodir aka, avvalambor hurmat qilib chaqirganinglar uchun. Bizning yo'nalish asosan endi Malayziya, Tayland, Indoneziya, Hindiston, через Eron, Bandarabas porti orqali. Hozirgi urush vaziyatida endi nafaqat Eron, nafaqat urushayotgan davlatlar, balki boshqa davlatlarda ham zararlar ko'p bo'lyapti. Buni hamma bilib turibdi. Tadbirkorlarning narxlari ham, sotuv narxlari ham oshib ketdi. Bularga sabab asosiy omillardan bu logistika. Mana shu masalalar haqida bir gaplashsak-da. Hozirda logistikani narxlari keskin ko'tarilib ketyapti.
Bunga sabab shu Erondagi urush holati. Qanaqa omillar ta'sir qilyapti deyiladigan bo'lsa, misol uchun mana Hindiston yo'nalishida oladigan bo'lsak, Hindistondan kema yuklanib Eronning Bandar-Abbas portiga boradi. Va Bandar-Abbas portidan ketdi. Boshqa Turkmaniston, misol uchun O'zbekiston, Qirg'iziston shu davlatlarga o'tib ketadi, ya'ni tranzit yo'l bilan. Hozirgi urush davrida portlar to'xtagan, kemalar qabul qilish to'xtatilgan. Shu sababli boshqa davlatdan ketayotgan yuklar boshqa yo'nalish, ya'ni boshqa portlar orqali yo'naltirilyapti. Bu birinchidan tranzit vaqti cho'zilishiga sabab bo'lyapti. Ya'ni tadbirkorlarni pul aylanmasiga ta'sir qiladi. Ikkinchidan masofa uzoqligi sababli narx-navo ko'tarilyapti. Hozir asosiy ko'rilayotgan asosiy anaqalar portlar bu Xitoy porti orqali yo'naltirilyapti. Turkiyaning Mersin porti orqali, Gruziyaning Poti porti orqali yo'naltirilyapti. Endi bu aytganimdek Hindistondan kelayotgan yuklar uchun Eron eng optimalli variant. Endi Erondagi bu vaziyat orqali o'sha 3-4 ta portlar orqali yo'naltiryapmiz. Shu sababli vaqt muddatlar cho'zilib ketyapti. Narx-navo keskin ko'tarilib ketgan. Shu sababli tadbirkorlarning ham sotuv narxlari keskin oshib ketyapti. Endi bu bizga Hikmat akam tushuntirsinlar, qanaqa nima desa, qachondan biz birga ishlayapmiz. Endi mendan ko'ra Hikmat bilan tanishib anaqa qilsanglar, bular ham anchadan beri bu sohadalar. O'shaning uchun siz Hikmat gaplashib. Assalomu alaykum. Fayzullo. Sizlar bilan ko'rishib tanishganimizdan xursandmiz. Haqiqatda biz bu logistika, yuk tashish sohasida ancha yillardan beri bozordamiz. Biz o'sha 90-yillar oxirlarida O'zbekistondan juda ko'pchilik Xitoyga borib, Xitoydan yuklar olib kelish boshlagan paytlarda, ana o'sha haligi boshlangan paytlarida shu ishda bo'lganmiz. Keyin Bahodir bilan biz Xudo xolasa 2010-yildan beri birga ishlaymiz. Bular ilgari tamojniy sohasida, deklaratsiya qilish sohasida kuchli bir mutaxassis bo'lganlari uchun biz bu yona yo'l Xitoydan yuklar olib kelish yo'llarini bilganimiz uchun ikkalamiz qo'shilib mana shuncha yildan beri birga ishlab kelamiz. Biz ko'proq o'sha asosiy Xitoy bo'yicha ishlaganimiz uchun bizda hozir chet boshqa davlatlarga nima qilmaganmiz. Endi hozirgi paytda shunaqa bo'ldiki, hamma yoqda hali искусственный intellekt kirib keldi, sifrizatsiya bo'lyapti. O'shani hisobiga qozoqlar bilan Qozog'istondagi logistiklar bilan ko'rishib qoldik выставкада 3 yil oldinmida, 3 yil oldin ko'rishdik. Keyin shu bilan o'z-o'zidan fikrlar almashib, keyin Litvalik anaqa kelib qoldi. Qozoqdan keyin bu yoq Toshkentga ketayotganda kutib olinglar dedi. Shunaqa bir-birimiz bilan ko'rishib Litva qo'shildi. Keyin Turkiyada Qozog'iston, Tojikiston, Litva yig'ildik. Bu 2023 yilda 23 yilda yanglishmasam. Shu oktyabr oyida edi. 23-yilda yig'ildikda o'sha yerda 4 ta kompaniya, o'sha 4 ta davlatniki o'sha yerda bir fikr almashib, kelinglar birga ishlaymiz, birgalikda. Hozir mana bu yerda u paytda Eronda unaqa mojarolar yo'q edi. Rossiya bilan Ukraina mojarosi bu Yevropani O'rta Osiyoga kirib kelishiga sal to'sqinlik, o'sha logistika buzilgan edi. O'shandan keyin biz boshladik. Keyin shu bilan fikr almashganimizdan keyin UK Alliance degan o'sha korxona tashkillashtirdik. O'sha yerga Xudo xolasa 10 tadan oshiq a'zosi bor, qo'shildi. 2 yil выставкаlarda qatnashib, hammasini nima qilib, hozir stabil holatga kelib qoldi. Hozir Xudo xolasa siz bilan Xudo xolasa o'tgan yili Bishkekda выставкада ko'rishdik. Keyin Turkiyada bordik, Turkiyada bordik. Endi hozirgi paytda shunaqa bo'lyaptiki, fikr almashish, bir-birimiz bilan ishlash jarayonini bir-birimiz bilan chaqlash, bu narsa to'g'ri kelyapti-da. Biz misol uchun eskidan ishlagan bo'lsak, hozirgi mana sizlar misol uchun bizdan ko'ra keyin boshlagan 10 yil bo'lsa ham, o'sha baribir sizlarda o'sha sizlardan ham o'rganadigan
narsalarimiz bor. Biza har holda nima desa bo'ladi, biza eskidan ishlab bunaqa temada ishlamaganmizda. Hozir yoshlar bizdan ko'ra ancha ko'p narsani bilib anaqa qilyapti. Biz ham o'shanga qarab, misol uchun shu haligi искусственный intellektni ishlashga o'sha harakat qilyapmiz. Keyin mana bu Instagramdagi sahifalarni ochib nima qilishga to'g'ri kelyapti. Chunki hozir hamma telefonda. Televizordan ko'ra ham telefon hamma informatsiyani telefon orqali hal bo'lyapti. Hozirgi paytda aktual tema o'sha haligi pul o'tkazishlar ham hammasi telefon orqali bo'lib ketib qoldi. O'shaning uchun bu yog'iga endi o'sha zamonga qarab biz yurmasak, qolib ketamiz. Qolib ketamiz. Mana shu Bahodir aka, ana gapingizga men qo'shilaman. Oldinlari birinchi biz ham xalqaro logistikaga asos solganda, mana Abdulboriy biladi, kompaniyani ro'yxatini shakllantirganman-da. Borib o'shalar bilan uchrashuv belgilaganman. Borib как do'stona, mana men mana kompaniya ochdim, do'stlashaylik, birgalashib ishlaylik degan maqsadda. Oldindan shu narsani men ilgari suraman, ya'ni bu yerda O'zbekistonning logistlari bir-biriga konkurent yoki dushmanlik qilish emas, birlashish kerak. Sababi haligi bitta odam hech qanaqa katta marralarga yetisha olmaydi, dunyoni zabt eta olmaydi. Qanchaki kuchimiz ko'p bo'lsa, birlashsak, shundagina ko'p marralarga erishish mumkin. Mana shunaqa fikrdaman. O'sha Bishkekda ko'rishganimizda Vistukada o'sha Yuk Allians haqida birinchi marta eshitganman. A'zolarini ko'rganman, oldingizga ham kelib ko'rishib, gaplashib qilganmiz. Bizani ham o'zimizni baribir shu sohani vakili bo'lganimizdan keyin mana aytdim, ustozim bor. Ustozim mendan boshqa yana yordam bergan shogirdlari bor, birlashib klub qilib, endi o'zaro klub, endi ofitsialniy emas, yig'ilib suhbatlashib, nima muammo, misol uchun kimdir mana o'sha Hindiston bo'yicha problemasi bo'lsa yoki Xitoy bo'yicha shu muammolar qanaqa yechsak bo'ladi, shular haqida biz fikrlar almashardik. Ya'ni o'shanda ancha-muncha ma'lumotlarni kimdir bo'lsa beradi, yo'q bo'lsa oladi. Bu yaxshi narsa deb o'ylayman. Sizni birinchi ko'rgandinglar, bu zo'r taklif degan masalani nima qilganman, qo'llab-quvvatlaganman. Birgalashib mana birga Turkiyaga ham borib keldik, Turkiyaga. Mana yaxshi bo'ldi. Misol uchun bu yerda nima manfaat? Baribir O'zbekistonlikmiz, hamyurt vatandoshimiz, bir-birimizga podдержка qildik-da, qaysi tur joylarda siz bilmagan narsani men yo'nalish, men bilmagan narsani siz yo'nalish qilib haligi yaxshi bo'ldi. Endi bu narsani yana ham kengaytirish kerak deb o'ylayman. 4 ta 5 ta a'zo bilan emas, yana ham ko'proq. Yana bu yerda nima narsa, iloji boricha hamma manfaatni berish kerak. Faqat manfaat olish emas. Klubdan, misol uchun Yuk Alliansdan faqat manfaat olish emas, manfaat ham bera bilish kerak degan fikr bor. Klubda o'sha Yuk Alliansni kengaytirish kerak. Xudo xolasa biz ham o'zingizga aytganman, qanaqa yordam bo'lsa yordam beramiz qo'limizdan kelgancha. Shunaqa. Abduboriy o'zlari bir Eron bo'yicha bular ekspert deb bilaman. Chunki haqiqatan biz bu temada Erondagi partnyor bo'lgani bilan biz tinchmisizlar, sog'-salomatmisizlar, ish qachon boshlaysizlar deb shuni qilamiz. Lekin ekspert masalasida o'sha raqamlarni mana Abduboriy o'zlari tushuntirib bersinlar. Eshitdinglar buni ham. Bahodir aka, Hikmat aka, avvalambor sizlar 30 yildan shu sohadasizlar. Ya'ni logistika shunaqa soha ekanki, 30 yil bo'ladimi, 50 yil bo'ladimi, kundan kunga yengillik kelib chiqadigan soha ekan. Ya'ni shunaqa muammo bilan duch kelasiz, bu umuman tajriba mobaynida yengillik bo'lgan muammolar. Shuni hisobidan hozir urush ham juda qattiq vaziyatga olib keldi. Ya'ni urush именно butun dunyoga ta'siri katta. Ya'ni ta'siri hozirgacha misol sezilmayotgan bo'lsa ham, oila mobaynida juda katta sezilishi kutilyapti. Chunki zararli, именно raqamlar juda katta. Misol uchun bitta hozir Hormuz bo'g'ozini yopilgan natijasida, ya'ni 1 oylik urush natijasida общий hisobda 270 mingta konteyner muzladi. Chunki Dubayda konteynerlar muzladi, Jebelalikda, Arabistonda butun portlari, Sohar porti bormi, Korfaq hammasi misol Bandar Abbosda hamma konteynerlar muzlab qoldi, chunki perovski bo'lmadi. Eronda, ya'ni o'sha Hormuz hududiga kirgan kemalar ham muzladi. Na Bandar Abbos port tushirib chiqarib yuboradi, na orqasiga qayta oladi. Ya'ni konteynerlar polni muzladi. Mana Eron
уже mana shu haftadan sekin qimirlashni boshladi. Yana endi yuklar tashilyapti degan xabarlar bor, lekin hali port operatsiyonkalar 100% boshlanmadi. Endi o'ylang 270 mingta konteynerni перевозкасы u 2 oylik tashuv degani, yetkazib berish degani. Endi mana bu yoq tarafga oladigan bo'lsa, Eronda mayli, vaziyat tinchida, misol Eronda bo'lsa 70 mingta konteyner bor deylik. Lekin bu yerda yana 200 mingta konteyner taqdiri Jebel Dubay portida yotibdi, Omanda yotibdi, Yemendan Sohar, Korfakhan portlarida yotibdi. Endi ular Markaziy Osiyoga qanaqa kelardi? Bandar Abbos port orqali kelardi. Eron xabaringiz bor, hamma arab davlatlarga bitta urush e'lon qildi, hammasini zarar yetkazdi. Endi arab davlatlar qanaqa taqiq qo'ydi? Ya'ni Eron bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashni taqiqladi. Ya'ni Jebel Alining o'zida hozir 90 mingdan oshiq konteyner bor. Eronga ketadigan konteyner uni muzladi. Korfakxanda bor, Soharda bor. Ya'ni Bandar Abbosdan Erondan chiqadigan har bitta konteyner Jebel Ali orqali porti orqali boshqa mamlakatlarga ketardi. Misol Hindistonga, Malayziyaga, Tayvandga, Tailandga. Ular bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri servis to'xtatdi. Endi hozir hammani boshi qotdi. Bosh qotgani sababi o'zining 90 mingta konteyner. 90 mingta konteyner u misol O'zbekistonga oladigan bo'lsa, 3% misol O'zbekistonning ulushi desak, misol 10 mingta konteyner O'zbekistonga olib kelishi hozir hamma ustida ishlab o'tiribdi. Hozir misol Jebel Ali Dubayda servis boshlandi desa ham, u konteyner olib chiqib ketish juda muammo. Yoki o'sha furada Korfakxanga olib borib, Korfakxandan keyin Hindistondan misol Navashev, Mundira misol portiga olib borish kerak, chunki faqatgina Hindistondan Eronga to'g'ridan-to'g'ri servis bordi, Eron kemalari qatnayapti. Uni hozir xarajati hisob-kitoblarga qaraganda 8 ming dollardan oshiq. Hozir nima demoqchiman, oddiy o'zimizda bo'layotgan voqeani aytib bersak, yuk olganmiz, Malayziyadanmi? Malayziyadan yuk olganmiz. Urush boshlanishidan oldin Jebel Ali keldi Dubayga. Urush boshlanib ketdi, konteyner qolib ketdi. Mana taqdiri nima bo'ladi desangiz, hozir mana Dubay bilan Eron primoy bir-biriga munosabatlarni to'xtatdi. Endi biz qanaqa qilmoqchimiz desangiz, u yukni olishimiz kerak, u prosta qolib ketmaydi. Endi nima qilmoqchimiz? Hindistonga ketadigan kemaga qayta obratda yuklab, Hindistonga olib borib, Hindistondan Eronga primoy boradigan kemaga urmoqchimiz. Bu nima degani? Birinchidan vaqt, ikkinchidan yo'l kira xarajat 2 emas, 3-4x bo'lib ketdi. Eng qizig'i ana yuk qimmat yuk bo'lsa, mayli endi bo'lishi mumkin, lekin arzon yuk bo'lsa-chi. O'sha bu yerda mijozlar bilan ham ozgina baribir konfliktga borish ehtimolimiz bor. Endi mijozlar urush bu narsani force major holat, ularda ham tushunsa bo'ladi, bizda ham tushunsa bo'ladi. Lekin nimadir yechim qilishimiz kerak. Ya'ni Abdulboriy nima demoqchi? O'sha to'g'ridan to'g'ri yo'nalishlar bo'lmagani uchun hozir o'sha yukimizni Hindistonga olib kelib, Hindistondan Eronga yana qaytarishimiz kerak. Ya'ni yaqingina turgan joyga olib o'tmayapmiz-da, uzoq joyga olib borib, bularni anaqa mojarosi tufayli yana obratno o'shani yoniga qaytarib olib kelishga majbur bo'lyapmiz. Abduboriy, bu yerda hozir Eron bo'yicha mana hozir gap ketyapti. Sizda ko'pincha o'sha boya aytganimdek raqamlar, keling shu raqamlarni yaxshilab tanishtirib bering. Urushdagi qanchalik ziyon bo'layotgan raqamlar. O'sha haligi urush qilayotganlar bilan o'sha talafot ko'rayotganlarni bir aniqlashtirib olsak, o'sha raqamlar bilan. Xo'p, urush qilayotgan davlatlar Isroil va Amerika. Isroil o'zi ham urushdan juda katta zarar ko'ryapti, chunki bu yoqda logistika bo'yicha, logistika bo'yicha. Chunki sababi bu yoqdan Husiylar Isroil o'zini tinch qo'ymayapti. Chunki sababi Isroillar yuragiga bo'lgan Suez kanalini yopib qo'ygan. Agar u Suez kanalini ochmasa, ular Afrika orqali yana plus 15 kun tranzit vaqt sarflaydi. Har bitta line kemalari 5 milliondan 50 milliongacha ortiqcha to'lov undiradi har bittasidan. Hozir Husiylar nima qilyapti? Faqat Isroillik kemalar emas, Isroillik ketayotgan har bitta yuk kemalarini uryapti. Ya'ni Suez kanalida kema umuman o'tkazmayapti. Shuni hisobiga Isroil juda katta yo'qotishlar qilyapti. Ham importiga zarar yetyapti, ham eksportiga zarar yetyapti. Urush bo'lgan mamlakatda, ya'ni bor erkaklar hammasi urushga jo'natiladi, armiyaga jo'natiladi. Shu sabab Isroilda hozir haydovchilar yetishmovchiligi bor. Chunki logistikada haydovchilar erkak kishilar, shuni hisobidan ichki transport narxlari ham keskin oshyapti. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, Isroil logistikani o'zidan
9 milliarddan 16 milliard AQSh dollarigacha zarar ko'ryapti. Endi Amerikani oladigan bo'lsak, bu urushda Amerikachalik ziyon ko'rayotgan davlat yo'q. Chunki Amerikani iqtisodiyotini, ya'ni logistika, Amerika bozorini 72% truck, ya'ni fura orqali tashiladi. Bu degani imенно yiliga где-то 9 milliard tonna yuk degani, 11 milliard где-то 900 milliard 1 trillion AQSh dollari atrofidagi tovarlar aylanmasi degani, ya'ni Amerika bozorida bir kunda 3,5 millionta truckga yo'li yopildi degani. Ya'ni qanaqa yo'li yopildi? Dizel narxi ko'tarildi. Bir kunda 3,5 millionta furani hisobini oladigan bo'lsak, bitta fura dizel narxi ko'tarilgani sabab oyiga 3,5 mingdan 4,5 ming AQSh dollarigacha ortiqcha rasxod qilyapti. Amerika iqtisodiyotiga da fura, ya'ni logistikani o'zi bir oyiga 1 yiliga 100 milliarddan 200 milliard AQSh dollarigacha zarar olib kelyapti. Bir kun urush sabab. Bitta nimasi bor-da, bu yerda zarar ko'ryapti. Haligi Hikmat aytganlaridek zararni kim ko'ryapti? Ana o'shanda gap. Zararni haligi bechara iste'molchi ko'ryapti. Oxirgi iste'molchi. Endi tepada o'sha urushni hal qilayotganlar yoki bo'lmasa urushni boshlayotganlar uchun bu unaqa zarar ularga qiziq emas. Iste'molchilarni hech kim o'ylayotgani yo'q. Yo Amerikani o'sha iste'molchilari ham, Eronniki ham, lekin не то что Amerika, Eron, Isroil, lekin butun dunyo iste'molchilari bu yerda. Oddiy o'sha non oladimi, boshqa narsa oladimi? Hozir bizga agar buradigan bo'lsa, go'shtga mana kechagida eshitdim, go'shtga tranzitni muammo bo'lgani uchun subsidiya beryapti bizga. Samolyotda olib kelishga subsidiya beryapti. Shuni gapingizga qo'shilmoqchi edim. Mana aytasiz, oxirgi iste'molchi. Endi baribir oxirgi iste'molchi ham bu davlatda. Mana aytganingizdek, tadbirkor, 10 ta tadbirkor bor deylik. O'sha 10 ta tadbirkorda ish olib boryapti, soliq to'layapti, davlatga tushum tushyapti. Endi bu sabab, urush sababli kamida 2-3 ta tadbirkor qo'lini ko'taradi. U degani 3 ta tadbirkor faoliyat yuritmagandan keyin davlatga soliq to'lanmaydi. Ya'ni u degani bu iste'molchi mana aytayapti-yu, qo'shimcha to'plab olishga majbur bo'lyapti. Kimdirlar bu narsadan voz kechadi. Kimdir baribir davlat bundan aniq ziyon ko'radi. Ziyon ko'radi. Ziyoni yetadi demoqchiman-da, shu orqali davlat ziyon ko'radi. Ziyon ko'radi, lekin iste'molchilarda misol uchun shunaqa narsaki, narx oshib boryapti. Bundan buyog'iga tushadi degan narsani biz bunda xayol ham qiladigan o'sha bo'lmay qoldi. Hammasi oshib boryapti. Bu narsa neftni narxi oshishi ham, yo'l kiralarining uzayishi ham, hammasi mana Xitoyga ham o'tib ketib qolyapti bu narsa. Mana Xitoy bo'yicha mana hozir Hikmat o'zi tushuntirib bersalar, Xitoyda narxlar qanchalik bizda ta'sir qilyapti. Yo'qdagi urushga qanaqa ta'sir qilyapti? Faqat Eron, boshqa Xitoy ham ta'sir qilyapti. Hamma yoqqa ta'sir qilyapti. Hammaga ma'lum, Xitoy Erondan neft mahsulotlarini, neft sotib oladigan davlatlar ichida bir katta yirik davlatlardan bittasi bu Xitoy. Xitoyda shu hozir Hormuz bo'g'ozini yopib turishi shunda ham bargi boryapti, lekin shu neft mahsulotlarini Xitoy kam miqdorda olayotganligini hisobiga Xitoyda ham benzin, solyarka butun mana yoqilg'ilar narxi ko'tarilgan. Xitoy ichidagi logistikaga bu ta'sir qilyapti. Xitoy ichidagi logistikaga mana Amerikadagi truck nimasiga ta'sir qilganda, bu yerda ham Xitoyda xuddi shunaqangi. Keyin bu tarafga portlar yopilib qolganligini hisobiga ham Yevropaga ketadigan yoki boshqa davlatlarga Xitoy eksport qiladigan, oldinlari dengiz orqali jo'natiladigan yuklarni jo'nata olmaslik, ular to'xtab qolganini hisobiga hammasi Qozog'iston orqali jo'nab ketyapti hozir. Xitoy ichidagi juda ko'p yuklar davlat ichida ham Qozog'istongacha kelib, Qozog'iston orqali balkim biz orqali ham ketayotgan bo'lsa kerak, bu yoqqa jo'natiladigan bo'ldi. Aytmoqchimanki, Xitoyda narxlar ko'tarilib ketishini birinchi sababi neft mahsulotlarining kam kelayotganligi hisobiga, ikkinchisi
bu yo'nalishdagi yuklarni ko'payib ketganligi. Ha, mana shunaqa demoqchi edim. Mana talab va taklif teng bo'lmayapti-da. Ya'ni nimaga desiz, mana biz ham Hindistondagi yuklarimiz o'z Xitoyga urushga majbur bo'ldik. U degani mana Hindistondan nechadir foiz Eron orqali keladi. U hammasi endi Xitoyga qaratildi. Ya'ni oldin Xitoyda 100 ta mashina portdan olib chiqib ketayotgan bo'lsa, hozir majbur bo'lyapti 200-300 talab mashina olib chiqib ketishga. Bu uni o'zini kuchi ham yetmay qolyapti. Shundan keyin avtomatim narx oshirishga majbur bo'ladi. Bundoq qaraydi, tanlab oladi. Bugun 5 so'mga toshayotgan narsani hozir bemalol 10 so'm berasan, keyin olib chiqib ketaman deydi. Majburan o'sha u logistikaga to'ppa-to'g'ri bizda yaqinda mana shu soha shu yaqin kunlargacha Guanzhou shaharidan Hargos degan bilasizlar, anaqa bir chegara, Qozog'iston bilan Xitoy chegarasi. Shu joyga mashinalar taxminan bir 26 ming, 27 ming yuan atrofida kelardi. Hozir shu joyga bir 4 ming, 3 ming, 4 ming yuanga narxlar oshgan. Ya'ni shunaqa deyilyaptiki, bugunga yetilayotgan narx ertaga to'g'ri kelmaydi, ertaga yana oshadi. Talab bor. Talab katta bo'lganiga ham talab ko'pda bo'layotganiga narx oshib ketyapti. Mashina yetishmasligi, keyin yana shu narsasi borki, ko'p yuk tashuvchi shofyor nimalarni Qo'rg'osgacha keladigan, olib boradigan yuk bor. Qo'rg'osdan orqaga tashib olib keladigan yuk yo'q. Ko'p qismiga bu, ya'ni orqasiga bo'sh holatda qaytish kerak. Bo'sh holda qaytishi unga ziyon. Agardagi qaytishiga yana uni yuki bor bo'lsa, u foyda unga. Lekin agar orqaga qaytadigan yuki bo'lmagandan keyin uni hisobini ham oladi. O'sha hisobini qo'yadi. Yoqilg'i yoqadi, mashina necha kilometr yuradi, yurganiga yoqilg'i yoqadi, yoqilg'ini sotib olish kerak, u yana o'shanga qo'shiladi-da. Keyin bu yuklar ko'payib ketayotganini hisobiga, qarang, Qozog'iston shu chegaradan O'zbekistonga, biz endi boshqa davlatlarni olmaymiz, O'zbekistonni o'zini olamiz. Toshkentgacha bo'lgan masofani yo'l kira haqqi yaqinda mana o'zinglar bilasiz, Xitoy bayrami o'tdi, Xitoyda Xitoy yangi yili o'tdi. O'sha yangi yil o'tib, chegaralar ochilgan mart oyining boshlarida chegaralar ochilgan vaqtida yuk kam. O'sha vaqtida 2600-2800 dollar atrofida bo'layotgan edi bir mashinani yo'l kirasi, frakt narxi. Hozirgi kunga kelib 4,5 ming dollarga chiqib ketgan. Bu birdaniga sakrash bo'ldi. Hozirgi kunda ham xuddi shunaqangi. To'g'ri, biz imkon qadar ushlab turamiz, harakat qilamiz narxi bilib turishga. Chunki bizning ishimiz shu, klientlar, mijozlar bilan ishlanganda ularga berayotgan narximiz bor. Va'da qilingan kun vaqti bor, narxi bor. Kundan kunga mana narxlar oshayotgani, narxlar oshishi bizani ham nima deydi, tan narximizga ta'sir qiladi. Agar biz ham tan narximiz oshadigan bo'lsa, biz ham mijoz oldidagi narximizni biz ko'tarishimiz to'g'ri keladi. Lekin biz harakat qilamiz buni ko'tarmasligiga, chunki mijozga berilgan va'da bor. O'sha va'dani ustida turish uchun harakat qilamiz, buni oshirmasligiga. Men bitta savolim bor-da, Bahodir aka, mana sizlar Xitoy yo'nalishida. Biz endi mana hozir Instagram juda mashhur bo'lib ketdi. Instagramda sotuvlar, boshqa qilish, Xitoy yo'nalishi bo'yicha mana ba'zi bir narxlar berishadi-da. Juda arzon. Nimaga arzon bular? Mana sizlar Xitoy yo'nalishida ishlaysizlar. Bizani aqlimga sig'dira olmay qolaman-da ba'zida. O'sha nima sabab? To'g'ri. Bu juda og'riqli tema. Biz bu temada to'g'risini aytsam, hiyla deb o'tdi. Bilmagan mijozlarni hiyla orqali o'ziga chaqirib olish. Biz bu narsani o'sha Instagram sohasida, o'sha Instagramda yoritib berish bo'yicha biz bu narsani hech ham ma'qullamaymiz. Hiyla qilib mijozlarni chaqirishi, anig'ini aytirish kerak, borini aytish kerak. Hiyla bilan chaqirib olib, bu hiyla bilan chaqirib oladigan mijozlar bittali mijoz bo'ladi. Keladi, agar ilinsa o'sha nimaga hiylaga kelib ishlaydi, ertasiga sal boshqaroq mol bo'lsa, boshqacharoq narx bo'ladi, keyin ketadi boshqa. U mana misol uchun deydi, mana bitta kubasiga shu summadan olib kelib beraman deydi. Ya'ni hiyla qilyapti deyapsiz. Men telefon qildim, qilsam o'sha summa bo'lmaydimi? Qanaqa bo'lmaydi? Bu yerda mana bunaqa narsada mol har xil. Bular hamma mol, mashincha misol uchun mana bunaqa molni misol uchun 200 dollardan olib kelib beraman deyapti. Kubasiga. Molni qanaqaligini aniqlashtirmayapti, aytmayapti. Endi kimdir
aytganingizdek sintefon olib kelar, kimdir haligi press forma, og'ir narsa olib keladi. Mayli, undan ham tashqari sintefon emasdek, sal yengilroq bo'lsa ham boshqacharoq texnika olib kelar. Misol uchun bitovoy texnika olib kelar. Bitovoy texnika oyoq kiyim deydi. Oyoq kiyimni to'lovi o'zi normalniy, katta bo'lib ketadi. Uni $200 olib kelib berishi bu вообще hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi. Bu degani bu hiyla-da. Ya'ni tushunishim bo'yicha mana tovarlar endi har xil bo'ladi-yu, og'ir, yengil. Bular imonni tovarda aytmaydi-da, mana shu summadan olib kelib beramiz deydi. Men mijoz sifatida, "Voy" deyman, arzon ekan deyman. Qilaman telefon. Qisam, "Ha, sizni tovaringiz nima?" Men tovarim telefon. "Ha, yo'q, bu narxi misol uchun $250." Nimaga? Men $200 dedilar. Yo'q, biz sintefonga aytdik. U yengilroq tovar. Ya'ni u tovarni siz 200 emas, $190 ham olib kelib berasiz. Misol uchun demoqchiman. Shunaqa hiyla qilib men jalb qilishadi. Bunaqa qilish kerak emas. Sababi bu yerda mijozlar uni eshitib olgandan keyin bizga aytishadi, bu yoqda narxlar shuncha past bo'lib ketgan" deyishadi. Biz hisoblaymiz, hammasini nima qilamiz-da, rastamoshkasini hammasini hisoblab turib, bunaqa to'g'ri kelmaydi deymiz. Mijozlar, "Yo'q, bu bo'lyapti" deydi. Buni qachondir eshitgan nimani Instagramda shuni ushab olishadi. Hozir mana Hikmat aytgandek narx kunda oshayotgan bo'lsa, bizda mana yaqinda shu anaqa bo'ldi, Hikmat aytsinlar, как раз shopir kelib qaytib ketgan zavoddan. Yaxshi mol keldi. Mana hozir как раз buni tushuntirib beradi. Xuddi shunaqa bo'ldi. Bir yaqinda bo'ldi. Mijozimizni buyurtmasi bilan Gonjo shahrida adashmasam, bir fabrikaga mashina yuk tashiydigan yuk qo'yib berishingiz kerak bo'lgan. Hammasi kelishilgan holatda mashina kirdi. Kirgan yukni ko'rib, haligi haydovchi, "Men bu yukni olmayman." Xitoy haydovchi, Xitoy haydovchisi, "Bu yukni ololmayman." Sabab nimaga? Sen bilan kelishilgan, mana narx kelishildi. Mashina etilgan joyga kirdi mashina. Shofyor haligini ko'rib, haydovchi ko'rib, "Yo'q, men bu yukni olmayman" deb o'g'ilib chiqib ketdi. Biz hayron qoldik, nimaga bunaqa bo'ldi deganimizda, u keyin sababini deyaptiki, "Men sizlarga menimcha narx deganman. Sizlar menga aytgan yuklarni, kubaturasi, og'irliklarini aytgansizlar. Shuni men hisobga olib turib, sizlarning yuklarni ortganimdan keyin chiqib boshqa yoqda yana yuk ortaman-da, shu bilan olib ketaman." Sizlarning yuklarni ko'rib, sizlarning yuklarni o'zi bir mashinali yuk ekan. Men buni ortgandan keyin yana ustiga qo'shimcha yuk orta olmayman. To'janu bir yo'nalishda boshqasini ham yukini qo'shib olib ketish maqsadi bo'lganda, bizga misol uchun 10 so'm deyapti narxini, yo'qda yana tashqarida yana kimdir yana unga 2 so'm beradigan. Bizning yukni ortyapti 10 so'mga, tashqariga chiqadi, birovning yukini ortadi, 2 so'mini qo'shadi, 12 so'mga mana aytilgan joyga olib kelib beradi. Yarim yo'lda narigi mijozini yukini tushirib qoldiradi, bizarnikini olib kelib beradi. Biz o'rtada bilmay ham qolamiz bu narsani. Balki u rostmi yo'qmi hali? Balki undan qimmat bersa, u yoqqa sakrab ketgan bo'lishi mumkin. Balkim shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Bilmaymiz deb. Ana o'sha kunlarda mashinalarni biz 25 ming, 26 ming yuandan gaplashilayotgan mashina keyin ertasiga bir boshqa mashina topdik, 31 ming yuan, ya'ni bir 5 ming yuan farq beryapti. Farqi bilan 5 ming yuan ham hozirgi kunda salkam $1000 deb. Salkam $1000. O'zi Bahodir aka, mana shu marketing hiylalari juda ko'payib ketdi hozir biznesda. Odamlar ko'pi bilmadim. Fayzulla, yana bu yerda bir narsa-da, bu anaqa marketing xod deydimi, ruschasiga shunaqangi hiyla deydimi, buni yo'q, bu hozirgi kunda shu Instagramda orqali, hali media orqali qilinadigan reklamani bir modasimi? Bular dan boshlab deyapti narxini. Misol uchun kubiga 80 dan boshlab yoki 200 dan deb danini qo'shib qo'yapti. Yolg'on bo'lmayapti tipa. Bular anaqasida to'g'ri. Men bularni oqlash ma'nosida gapirayotganim yo'q. Chunki biz shuncha yillar shu sohadamiz, shuning ichida yuramiz, bilamiz. Bir xillar bo'ladi. Menga deydi, yukimni falon joydan uyimgacha olib kelib beryapti deydi. Uyimgacha olib kelib beryapti. Kulgili narx aytishadi. $1 donasiga yoki kubiga muncha bir kulgili narx aytadi. Biz qanaqasi hisoblasak bu to'g'ri kelmaydi bu narxga. Endi kim qanaqa topyapti, kim qanaqa qilyapti. Men ham shu bo'yicha fikrimni bildirmoqchiman-da.
endi hamma sohada baribir g'irromchilar bo'ladi. Bu tabiiy holat. Buni tabiiy qarash kerak, ilojsiz yo'q. Ana shularni ko'rib ham haligi ibrat olamiz deydi-yu, yaxshi tomonga ibrat olamizda. Endi o'tgan gal aytdim, aka, bu yerda bular hali ana pishmagan deb o'ylayman. G'o'ra deb qo'yadi, pishmagan. Hali bitta yukni olib kelib qanaqadir usherblar to'lamagan yoki qanaqadir muammolarga kirmagan. O'shuning uchun bular $50 foyda qilsa ham kelib qo'yaveradi. Endi har bitta mehnatda o'zini narxi bor deb o'ylayman-da. Har bitta kompaniyani obro'si, uni ishlayotgan xodimlarni nima deydi? Urovin deydi-yu, Urovini, o'sha bilimi, u o'tirgan ishxona, ish joyi, misol uchun biz uydan chiqmasdan uyda o'tirib bitta oddiy telefon bilan qilsak, biz ham $50 ishlab qo'yaveramiz, misolda endi. Lekin har bitta o'zini hurmat qilgan kompaniyani o'zini ofisi bo'ladi, xodimlarini o'qitadi, rivojlantiradi. Bu hammasi pulga qadaladi. Bu narsani baribir qoplash uchun, kompaniya yashashi uchun bu pul kerak. Ya'ni bu narsa baribir iste'molchini o'sha bizning mijozlarimizga qo'yiladi bu narsa. Endi men ko'p mijozlarimizga aytaman-da, bu kompaniya shuncha summa deyapti, bu kompaniya shuncha summa deyapti deb endi hali arzonroq summalarni aytadi. Kim aytaman-da, aka, siz bordingizmi ofisga? Ko'rishdingizmi? Menejeri bilan yo rahbari bilan yo telefonda gaplashdim. Borib ko'ring u kompaniya. Xo'p, o'sha $100 arzoniga shunga bersiz. Ertaga yo'q bo'lsa qayerga borasiz? Oddiy mana bitta misol, hozir sizlarning oldingizga kelishdan oldin bitta kompaniyani o'sha mijozimiz bilan gaplashdim. U mijozimiz o'sha davlat emas, o'sha anaqa частный kompaniyada xodim bo'lib ishlaydi. Optusga chiqqan, biz bilan ishlab yurardi. O'sha o'rniga kelgan odam bitta kompaniya topgan. Xitoydami, qaysidir kompaniya topgan. Bizni narximizdan $50 arzon narx bergan. Va 100 mingdan oshiq tovarni o'sha Xitoy kompaniyasiga urgan. Pulni oldindan olgan? Pulni olgan. Pulni oldindan olgan. Mana o'shanda qiziq joy. Oldindan 50% mi qanchadir olgan pullar. Shunisi bor. Endi hozir u ham mayli, mana aytyapti. Hozir menda deyapti, menda emas muammo deyapti. Ana xodimda muammo deyapti. Eng qiziq, hozir uyini sotsa ham u tovar to'lab bera olmaydi. Bu birinchidan. Keyin aytyapman, o'sha xodimingiz o'ylaganki $50 arzon, men $50 kompaniyaga foyda keltiryapman degan deb o'ylagan. Lekin men hisoblab beraman dedim. O'shda ham kamida $100 ziyon qilyapti. Nimaga? Sababi avvalambor, birinchidan chet el kompaniyasi bilan ishlayotgandan keyin uni mana kontraktlarni sistemaga kirgizish kerak. Buxgalterskiy ishlarni etadigan bo'lsa, aktlarni qilish kerak, uni to'g'ri kirgizish kerak. Bu ham bir haq evaziga. Ya'ni prosta bo'lmaydi. Undan tashqari uni hozir u konvertatsiya qiladi. Konvertatsiya o'ylashmaydi-da, konvertatsiyani o'ziga o'sha $50 dan oshiq pul ketadi. O'ylashmaydi. Bu ketdimi? Endi yana bitta savol. Kimdir tajribali bo'lsa, mana shu sohada yurganlar biladi, mana sertifikat rezidensiya degan narsa chiqqan. Kimdirlar ko'p bilmasdan olib pul chiqarib, so'ramagan, ertaga uni chiqargan pulini 6% mi qanchadir solig'i kelib chiqyapti. Telefon qilishyapti bizga. Xuddi shu temada. Ya'ni demoqchimanki, arzon sho'rva har deb ham shirin bo'lmaydi, to'g'risida. O'sha narsani men keltiraman-da mijozlarga. Keyin bitta narsa bor, ba'zi bir mijozlarimiz bor, baribirga ham boshida mijoz bilan ishlab ko'rish kerak, biz aytaman. Xo'p, siz biz bilan ishlab ko'ring, bizning xizmatimizdan foydalaning va o'zingiz bilasizki, to'g'ri tanlovda bo'lganingizni. Ko'p mijozlarimiz bo'lgan, bizda ishlab qanaqadir narxga kelganda $200, $100 arzonroq takliflar berishgan. Hozir men aytganimdek, anaqa hiylalar kelib chiqyapti boshqa. Mijozimiz o'tgan unga. Alal oqibat $200 ekonom qilaman deb $1000 dan oshiq pulga tushgan. Nimaga? Kerakli dokumentlarni hali bilmaydi, qayerdadir mana dokumentlar qiladi, bizni xodimlar, mana sizlarning xodiminglar qiladi. Ba'zi bir mijozlar bu narsani bilmaydi. U mehnat borligini, buni tagida qanaqa hujjatlarni o'zgartirish kerak, lozimligini bilmaydi. Ular nima qilgan? Prosta oddiy yuk olib kelish kerak deb o'ylagan, olgan, o'rtada hujjatni to'g'rilamagan, O'zbekistonga kelgandan keyin ana hujjat asosida rastamoshkasi qimmat chiqib ketgan. Shuni hisobiga $1000 dan oshiq pul yo'qotyapti. Bunaqa holat juda ko'p. Bunaqa holatda bizda ham hozir shunaqa bo'lyaptiki, mana aytdingiz-ku, haligi rezidensiya degan. Xitoy yaqinda ham bittasi telefon qildi. Biz bilan ishlab ketgan klient ekan, mijoz ekan. Telefon qilib, shunaqa konvertatsiya qilyapman, u yoqda o'sha rezidensiya nimasi yo'q ekan, men nalogga tushyapman. O'sha haligi taqalgan. U mol
1 yil oldin olib kelib bo'lingan. Bizga orqali kelmagan. Biz aytamiz, biz orqali kelganingizda qilib berardik. Xo'p, boshqa yoqdan kelganiga biz anaqa qilmaymiz. Nima qilamiz? Biz boshqa narsaga burnimizni tiqib, bu bitta tema. To'ppa-to'g'ri o'sha aytayotgan temangiz. Keyin yana boshqa temalar bor. Molni olib kelishadi-da, o'sha haligi konvertatsiyani ham boshqasini ham hisoblashmaydi. Vaqt o'tgandan keyin bank siquvga olgandan keyin biz qachon chiqaramiz deydi, keyin bittada chiqarib, uni keyin o'tda muammosi osilib qoladi. Bu yana bitta tema. Juda ko'p bunaqa temalar ko'p. Endi baribir o'sha aytganingizdek biz mijozlarga ham aytamiz. Sizni haqqingiz. Biz ham bilan ishlaysiz. Agar bizlardagi xizmat qimmatli qiladigan bo'lsa, nimadir yoqmaydigan bo'lsa, etib ketsangiz yaxshi. Etmasdan ketadiganlar ham bor, lekin ertaga qaytib kelsangiz biz har doim darvozamiz ochiq. Siz xohishingiz, mijozning o'zi xohishi. Xohlasa u bilan ishlasin, xohlasa bilan. Lekin borib aylanib qaytib kelib, yana borib aylanib qaytib keladigan mijozlarimiz ham bor. Konkretni biz bilan to'liq necha yillardan beri ishlayotgani ham bor. Bitta narsa bor, ketib turib boshqa joydan urib turib, o'sha haligi imенно Xitoy dedingiz-ku, Xitoy bizda hozir ayniqsa shu global tema bo'lib qoldi. Xitoy pulni oldindan oladi ko'pincha. Ishonmaydi. Pulni oldindan olib, o'sha bo'ladigan chegaradagi mojarolarni ular hisobga olmaydi. Prosta logistikani tirset uradi bo'ldi. Chegarada bo'ladigan Xitoy, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'izistonda bo'ladigan molga dokumenti, savpadeni to'g'ri kelmay qolib turib, o'tda muammo yukni tushiradi, ortadi, mollar yo'qoladi. Unga javob bermaydi. Bu chera mijoz mana bo'ldi yaqinda bizda ham. Bechara mijoz urgan, molini tushirishgan, ortishgan, o'tda tushunmovchilik bo'lgan, lekin o'ta kamko'z bo'lmagan, lekin mol yo'qolgan. Haligi dokumentda kamko'z bo'lmagan. Ular anaqa qilgan qozoqlar, buni tekshiramiz degan. Tushirishgan. U bo'lmagan, normal. Keyin ortishgan. Tushirib ortishini puli, keyin molni yo'qolishi. U narsaga o'sha mijozimiz bizga zvant qilyapti-da, bizani bolalarga deb boshqa urmayman, tinchgina sizlar bilan ishlayman. Bu bo'ladigan narsani baribir biz hisobga olishimiz kerak. Ertaga bo'ladigan paytda u etmaydi, Xitoy anaqasi pulni oldindan olgan. Bo'ldi, pulni oldindan olgandan keyin molni yetib borib o'sha haligi shopperni qaytarib yuborsa bo'ldi yoki bo'lmasa konteynerni qaytarib yuborsa bo'ldi. Qolgani bilan ishi yo'q. Lekin mijoz o'tda konkretni pulga tushyapti. Men aytganingizdek 1,5 mingga tushadi, chegarada mollari chala-chulpa qolib ketadi, ko'p mijozlar shu ana ekran ortidagi xarajatlarni ko'ra bilmaydi-da. O'sha bir lamchi shu hozirgi xarajatlarni ko'radi-da, bu arzonroq olib kelyapman ekan degan tasavvurga ega bo'ladi. Lekin oxirida bitta hisoblasa yoki ba'zi bir kompaniyalar bor, bir marta misol uchun yaxshi olib kelib beradi, doveriyasiga kiradi, o'sha ertasida inni boshqa qanaqadir bir tur berish kerak bo'lgan joyida yo'qib qoladi. Misol uchun ishonchli emas-da mana. O'sha bo'lsa 2-3 ta yukidan $200 $400 ekonom qiladi-da, lekin keyingi kuni yo'qotib qo'yadi yoki nimadir yo'q bo'lib ketadi, undan ko'p zarar ko'radi. Men mana Instagram haqida gaplashdik. Instagramda hozir ko'p shunaqa искусственный o'zini juda yaxshi ko'rsatadigan kompaniyalar ko'payib ketdi. Nafaqat logistika, boshqa sohalarda ham, logistikada ham shunaqa. Chiroyli kontent qiladi, o'zini chiroyli ko'rsatadi. Hozir mana coworkinglar ko'payib ketdi. Berasiz, kuniga 50 mingmi, 100 mingmi kirasiz, bir kun o'tirsangiz bo'ladi, xohlaganingizni qilasiz. Chiroyli videolarni olib, kamida 10 ta 15 ta video oladi. Har cherezni qo'yib uyda ishlayveradi misolda. Lekin uni surishtirib boradigan bo'lsangiz tagi yo'q. Ko'pchilik mana mijozlarga men hayron qolaman-da, ba'zi mijozlar kamida 30-40 ming dollarlik mol uradi. Prosta telefonda gaplashadi, berib yuboradi. Men shunga juda qarshiman. 30 ming, 40 ming dollarlik tovarni kimga beryapsan? Kim u? Menejer kim? Rahbari kim? Ofisi qayerda buni? O'zi kelib chiqishi qanaqa, necha yillik kompaniya? Shularni tekshirish kerak. Hozirgi mijozlar juda shoshqaloqlik bilan narx $50, $100 arzon berdi, bo'ldi, berib yuboradi. U uyda o'tirib dispetcherlik qilayotgan anaqalar. Mayli, qilsin, biz qarshiligimiz yo'q, lekin ertaga javobgarligichi qidir qilib yuradi. O'shuning uchun men mijozlarga aytgan bo'lardim, erinmasdan kelib o'sha ishlayotgan kompaniyasini ofisi qayerda, ertaga nimadir muammo bo'lsa, qayerga boraman men, kimga murojaat qilaman? Shularni bilish kerak, ishlayotgan menejer bilan gaplashish kerak, yuzma-yuz ko'rsin u narsani. Men shularning tarafdoriman-da. Iloji boricha shu qonunan qilib, do'g'orlarni qilib,
qilsa haligi to'g'ri ozgina vaqt ketishi mumkin, ozgina qanaqadir mablag'i ko'proq ketishi mumkin, lekin xotirjam uxlaydi. Ertaga uyga kelsa kelmasa javobgar aniq bor, kimni uyiga taqillatib borishni biladi. O'shuning uchun mijozlarga men shu narsalarni tavsiya bergan bo'lardim Nodir aka. Hikmat aka, bir savolim bor-da, mana Xitoydan O'zbekistonga 5000-6000 kilometr masofa. Men Instagramda ko'rib qolaman, ya'ni Xitoydan mana yukka 5 kunda olib keldi deydi. Endi buni qarang, Xitoydan yuklashga 1 kun ketadi. Xitoydan Qozog'ga o'tishga 2 kun ketadi. Qozog'dan O'zbekka o'tishga yana 1 kun ketadi. Shuni o'zi 4 kun yo'qotdi deylik. 1 kun 6000 kilometr yura oladimi aytilib? Yo'q, unaqa yura olmaydi. Lekin bular yetilayotgan joyda 6 kunda olib kelib berdi, 5 kunda olib keldi deydi-ku. Bular Xitoydan degan joyda sizga Xitoy ichkarisi o'sha Guangzhou, Pekin shaharlaridan o'tgani yo'q-da, bu Xitoy chegarasidan. Xitoy o'sha Xargos bor chegarasi, yo'da Do'lata degan chegarasi bor, Qirg'izistonga bo'lgan Irgishton chegarasi bor. Ana o'shadan hisoblaganida, ya'ni Qirg'izdan O'zbekka, Qozog'dan O'zbekka. Faqat territoriya Xitoy-ku baribir. Yolg'on gaplashyapti. Misol Urumchi shaharidan 5 kunda Toshkentga olib kelib berish imkoniyati bor. Bor. Bizda bo'lgan. Endi bu shunaqa narsa. Udashlik kelib qoladi. Agardiki hammasini o'sha hisobga to'g'ri olganda taqdirda haqiqatda 4 kun 5 kunda yuk Toshkentga kirib keladi. Lekin har doim haligi ko'chani gapi uy gapi ko'chaga to'g'ri kelavermaydi deganda har xil o'ziga yarasha nolari bor. Birinchidan yo'l yuk olib ketayotgan mashina, chegaraga olib ketayotgan mashina biror bir joyda bir nosozlik bilan to'xtab qolishi bor. Agar hammasi sozlik buzilmasgan holda kelganda taxminan bir 15-16 soatda chegaraga yetib keladi yuk. Chegaraga o'sha Urumchi shaharidan o'man. Urumchi shaharidan chegaragacha 14-15 soatda yetib keladi. Chegarada agardiki qozoq mashinasi chegaraga kirib tayyor buni kutib turgan bo'lsa, bu mashinadan bu mashinaga yukni o'tkazish taxminan 1-2 soat vaqtingizni yera oladi. Yana bitta savol. Xitoydan yuk olib kelasizlar, masalan 30 yillik tajriba bor. Yukka uxlaganmisizlar yo birovni yukini yo'qotib qo'yganmisizlar? Nima holatlar? Albatta, bu siz ilojisi yo'q. Chunki agardiki yo'q, biz har doim qilgan bo'lsa yolg'onchi bo'lib qolaman. Unaqa bo'lmagan. Haqiqatda yolg'on bo'lgan, shunaqa kunlarimiz bo'lgan. Misol men hozir mana aytishingiz bilan meni esimga kelgan narsa shunaqa bo'lganki, bahor vaqti edi, yanglishmasam, qali lekin kechalari hali erta bahor. Qozog'istonda erta bahor vaqti kechasi sovuq balki minus darajasiga tushadi, kunduz kuni isiydigan vaqt. Kechasi yurib ketayotgan mashinamiz bo'lgan. Mashina ko'prikdan o'tgan paytida asfalt yo'l toza, muzlamagan, lekin ko'prikning usti sahal bo'lsa ham shu nima bo'lgan, haligi sirpanchiqroq bo'lgan. Menga shunaqa deb tushuntirilganda, haligi joyda bizning mashinamiz ag'anab ketgan. Shofyor o'sha yerda bir hushyorligi bo'lmagan, balkim shu kechasi bilan azonga yaqin kelayotgan bo'lgan, shu charchashi bo'lganmi, mashina ag'anagan. Tezlik bilan bizani Qozog'istondagi nimamiz, hamkorimiz tezlik bilan odamlarni o'sha joyga nima qilib uyushtirib, birpasda haligi joy yo'g'irlab ketmaslik, yo'qotib qo'ymaslikni yo'llarini birpasda nima qilib, haqiqatda uni ketidan yangi boshqa mashinani jo'natilgan, qarshi GAI yetib kelgan, taможня yetib kelgan, protokollar bo'lgan, yukni Toshkentga olib kelib berganmiz. O'sha lekin shunda ham stress bo'lgancha. Yo'q, bu minusga kirgan. Minus emas. Barga tushilgan. Chunki yuk anchasi buzilgan, haligi tovar ko'rinishi buzilgan, korobkalar ezilgan, ichida qancha narsalar singan, o'sha ilojisi yo'q. No, bo'lgan, shunaqa voqea bo'lgan. Yana bitta bizda o'sha bular bilan как раз nima qilayotganda temir yo'ldan bu mashina bo'lsa, temir yo'ldan ham xuddi shunaqa ish bo'lgan. Konteynerga chamadan ortilgan.
chamadan kelyapti, biz dokumentlarni oldi bolalar, deklarantlar chiqdi. Chamadan konteynerni ochsak, chamadan yo'q umuman hech narsa. Pustoy konteyner kirib kelgan. Hech narsa yo'q. Haligani Copperfield yo'q qilib yuborgan. Biz o'sha butni ochib qo'yganmiz chegara anaqadan, temir yo'ldan olib. Temir yo'lga qanaqa o'tib ketdi deyishga ham o'sha qarasak o'sha ish ko'payib ketadi. Anaqa bo'lib ketadi. Bo'ldi dedik, sразу o'sha logistik kompaniya bilan gaplashib, kim o'sha mas'ul bo'lgan, biz turibmiz bu yerda. Hamma narsasini o'sha o'zini pulini chiqartirib berganmiz. Mijozga faqat bitta nima, mijozga o'sha haligi Xitoydagi narxini vastanavit qilib berganmiz, to'lab berganmiz. Bu yerdagi даже nima desa bo'ladi, konteynerni olib chiqishi, bu yerga skladga olib kirishi, kranlarni o'shalargacha to'lab berganmiz. To'g'ri, foydasini qilib bera olmaganmiz, o'sha hammasini o'tdi-dot to'lab bergan. Ha, qildirib berganmiz. Ha, o'sha biz o'sha kim o'sha yerda shug'ullangan, kim o'sha nega mas'ul bo'lgan bo'lsa, hamma pulini chiqartirib berganmiz. Hozirgi kunda endi tarjib o'zimizning mana shu tajribamizdan kelib chiqib, hozir har bir joylarda, har bir nuqtalarda o'zimizning odamlarimiz bor. O'zlari imkon qadar shu shofyorlar hammasi qo'lida telefon, 24 soat mashina qayerga ketayotganligi bilan gaplashib turiladi. Har bir shofyorlik yetiladi, kechasi haydaman mashina. Kechasi o'sha Qozog'istonda juda ham ko'p yo'lda stoyankalar, mashina to'xtab turish, ya'ni bu oddiy to'xtab turish joylari emas. Bu qo'riqlanadigan to'xtab turish joylari bor. Shunaqa joylarga kirib, kechalari o'sha yerda shofyorlarimiz uxlab oladi, damini oladi. Biz anaqamiz shunaqa, talabimiz shunaqa. Chegara Xitoy ichidan kirib kelayotgan yukka ham mashina qayerda kelyapti, yuk qaysi joyda yetib kelyapti, qayerga keldi, hammasini xabardor bo'lib turamiz. Chegaraga yetib kelgan joyda ham chegarada o'zimizning odamlarimiz bor. Yuk churilayotgan jarayonlari hammasi bizga video, foto nimalarni tashlab turiladi. Hammasi qarab turamiz u narsaga. Yuk o'tda bir yo'qolib qolishi, sinishi, u narsalarga imkon qadar uni yo'qolishi umuman gapirmasa bo'ladi. Xudoga shukr, biz bu tarafdan haligi maqtanish emas, lekin qo'ldan kelgancha shularni yo'lga qo'yilgan. Sovuq yeganimizdan keyin endi tajribada qatonyapti. Shuncha yil ichida ancha muncha ishlar bo'lgan, har xil voqealar bo'lgan. Bulardan уже nima deydi, bitta bo'lgan voqea bu sizga darsda. Ha, shunaqa. Dars. Lekin shunda ham mana shuncha yil ishlab ham, misol uchun ba'zida bo'lib qoladi, bir qanaqadir hodisa bo'lsa, biz hali unga tayyor bo'lmay qolamiz. Mana shu aytdim-ku, ana tajriba arzon bo'lmaydi mashina aytganda, chunki yillar davomida bu mana logistikada bor narsa ekanda, ko'p mana har safar logistikada faoliyat olib boradigan shu do'stlarimga yoki men tanishlarga so'rayman, nimadir shunaqa muammolar bo'lgan. Albatta, hamma joyda bar muammo bo'ladi. Logistikada mana kimdir yuk yo'qotadi, kimdir yukini o'g'irlatadi, har xil baxtsiz hodisalar, yonib ketish ehtimollari bor, ag'anab ketish ehtimollari bor. Mana bizda ham bitta voqea bo'lgan, o'sha mashinniklarga uchrab qolganmiz. Mana siz ham aytib berdingiz, xuddi o'sha yillari o'sha bitta guruh ishlagan. Rossiyada bo'lgan, Rossiyada bitta guruh bo'lgan. O'tirib onlayn o'sha mashinistlar bilan shug'ullangan. Qanaqa bularning vazifasi? Yuk berasiz gruppada, sizga chiqadi. Men deydi, summaga senga olib borib beraman deb realniy arzon narx aytadi. $500, $1000, $2000gacha arzon narx aytadi. Bo'ldi, zavod kontaktlarini berasiz. Nima qiladi? Ko'chadan oddiy shofyor nima qiladi? Sen borasan shu joyga, men bitta dokument berib yuboraman pochtadan, o'sha dokumentni оформление qiladi. Men sklad aytaman, o'sha skladga tashlab ketasan, necha pul misol uchun? $200 bo'ldi. $200 men sening kartangga tashlab beraman. O'sha mashina boradi, daniyni beradi, shu mashina boradi deydi, boradi zavodga, yuklarni yuklaydi. Soxta smerlarni qilib berishadi, soxta kompaniyalarni оформление qilishadi, ketdi u mashina boradi, skladda ham xuddi shunaqa onlayn оформление qilishadi, boradi, shunaqa mashina keladi, yuk tushiradi, ikkinchi mashina chiqib ketguncha turib turadi 1 soat, 2 soat yoki 1 kun. Nech pul? Menimcha kartaga pul tashlab beradi. Keyin yana boshqa izni yo'qotish maqsadida boshqa mashinani nanimat qilib, u yukni olib keltirib, olib borib sotib yorishadi. Xuddi shunaqa mijoz как раз aytib berdi. Bizda bo'lmadi-yu, mijozimiz aytib berdi. Mijozimiz kelib bizga, "Yo'q, men boshqa joyga bormayman." Chunki Rossiyadan o'sha santexnika olib keladigan mijoz edi. $90,000 moli titugimdan yo'q ketgan. Shunaqa. Mashina aytganingizdek, xuddi shu bir xil sxema.
mashina kelgan, molni ortgan zavoddan, keyin yarim yo'lda qayerdir to'xtagan, o'sha yerdan keyin mol yo'qolgan. Borsa u yerda shoferga o'sha A tochkadan B tochkagacha olib kelib bergin degan, u A tochkadan B tochkaga olib kelib bergan, pulini olgan, qanaqadir skladga tushirgan, u yerdan yog'i o'sha yo'q. Sklad aytibdi, "Men oldim, pulimni oldim." Keyin boshqa mashina keldi, boshqa mashina olib chiqib ketdi. Bo'ldi. Bu yog'i o'sha yo'q, hech qanaqasiga. Endi bu yerda nima deyish maqsad? Misol uchun haligi boyaga aytgan gapingiz. Mijozlarga shuni aytamizki, o'sha realniy bu sohada ishlab, joyida tayin bo'lib, haligi tajribasi bo'lgan nimalarga murojaat qilgani yaxshi. Sababi arzon haligi har doim zo'r bo'vermaydi. Sababi aytganingizdek, haligi ofislarni ham hozir birpasda vaqtincha arendaga olib kerak bo'lsa, mashinniklar uni birpasda qilib tashlaydi-da. Televiz mashina ham arendaga beradi kerak bo'lsa. Hamma narsa arendaga bor. Ofis uni birpasda hal qilishadi, kinolarda ko'rsatadi, keyin kelsa ertasiga o'sha ofisda hech kim yo'q, hamma narsani yig'ishtirib ketgan. Bu mol ham yo'q, hech kim yo'q. Endi misol uchun 50 ming, 60 ming, 100 ming dollarlik mollar, misol uchun 50 dollar, 100 dollar, har borsa 500 dollarga farq qiladiganda bu juda katta. Noto'g'ri. O'sha mana birlashaylik dedingiz, mana klub qilib, men bu nima demoqchiman, mana shu mashinniklar mana bu sohamizda oldin uchraganmiz, keyin ham uchramaymiz deya olmaymiz. Hozir ko'paydi. Hozir borgan sari bunaqa narsalar ko'payyapti. Aniq rivojlanyapti mashinniklar. Juda rivojlanib ketyapti. Mana shu klublarda tashkil qilish bu yaxshi deb o'ylayman. Sababi nimadir, menda xato bo'ldimi, shu klubga bersam, aldanishlar soni qanchadirga kamayishi mumkin. Mana aytayapman, o'sha tanishim dedingiz, unaqa imенно shu sxema bo'yicha ko'pchilik tushgan bu narsani 5-10 talab bilganman. Ya'ni o'sha paytda shu logistika kompaniyasi borlar birlashsa, mana shunaqadir случай bo'lgan paytda gruppalarga yoki yig'ilganda gaplashilsa, ertaga baribir siz ham borib xodimingizga aytib berasiz bu narsani. Bular ham borib xodimga aytadi, "Mana bunaqa ish bo'pti, ehtiyot bo'laring, tekshirlaring." O'sha xodim ham atabi anaqa sxema miyasiga kiradida, ehtiyot ko'radi. Ya'ni boshqa odam ham jabr ko'rib olmasligining ehtimoli bor-da. O'shuning uchun men doim aytardim, anaqa yig'ilaylik, birlashaylik. Mana misol uchun Bahodir aka shunchalik meni hurmat qilib chaqirdinglar, ko'p mana muloqot qilyapmiz. Imkoni bo'lsa, mana shu kamera oldida qilishimiz kerak edi. Shu narsalarni yig'ilaylik, qanaqadir boshlanishiga ozgina bir choy ustida mana hozir ikkita kompaniya vakillari yig'ilgan bo'lsa, ertaga 4 ta, 6 ta, mayli kamera bo'lsin yoki kamera bo'lmasin, misol uchun mana shunaqalarni yig'ilib o'zi klublarni ham rivojlantirish kerak degan fikrim bor-da. Поддержка bir-birimizga bermasak, qo'llab-quvvatlashni bir-birimizga bermasak, to'g'risini aytaman, Xitoy kompaniyalari ham kelyapti. O'zida o'sha ishlagan katta kompaniyalar budga bemalol joylarni olib turib, bemalol bitta narsa ular pulni oldindan olyapti. O'sha haligi biz aytayotgan chegaradagi mojarolarga, chegaradagi bo'ladigan force major ishlarga ular ko'pincha javob bermayapti. Biza o'sha narsaga biza o'sha bir marta, ikki marta o'sha anaqasini ko'rganimizdan keyin biz o'sha постоянно vaqt. Ular oldin постоянно o'sha temir yo'ldami, mashinadami, xuddi shunaqa qanaqa ishlayotgan bo'lsa, xuddi shu ish ishlayapti. Bu yoqqa hozir ofislarni ham ochyapti. Mayli ochaversin. Bitta narsa bor, biza hamma alohida bo'lsak, bizani birpasda sindiradi. Birpasda, narx bilan birpasda sindiradi. Lekin birlashsak, bu narsada biz sal bo'lsa ham ularga raqobat bo'lamiz. Misol uchun mebelchilar ham 2-3 yildan beri hozir shu bitta mebel sohasida rosa muammo bo'lyapti. U yerda ham xuddi shunaqa Xitoy kompaniyalari kelib, mebelni juda arzon qilib, mebelchilarni hammasini ko'pini o'sha kasodga uchratdi. O'shaning uchun birlashish bu yaxshi narsa. Birlashish yaxshi narsa, bir-birimizga поддержка bersak yaxshi. Boshqa mana millatlarda bu narsa bizdan ko'ra ancha rivojlangan. Bu narsa bizga achchuv, lekin endi nima qilamiz? Endi qachondir biz harakat qilmasak, hech kim anaqa qilmaydi. Hamma o'zi uchun o'zi harakat qilib birlashishga biz chaqiraveraylik. Balkim 10 tadan ikkitasi kelsa ham birlashib rizqlarga rizq Allohdan. Shuni biz birovni yukini olib qo'ya olmaymiz. Haliga shunaqa qo'shilganimiz bilan, men qo'shilgandan keyin hech kim haqqi bir-biriga o'tib ketib qolmaydi. Shunaqa. Nima ko'paysa ko'payadi. Keyin aytganingizdek, haqiqatda Xitoy kompaniyalari O'zbekistonga hozir kirib kelishi juda ko'payib, tezlashib ketib qoldi.
oxirgi kunlarda haqiqatda buni hamma bo'lyapti buni. Shu narsaga birlashsa, ozgina raqobatga tayyor turgan bo'lamiz. И направление ham har xil bo'ladi. Birlashganimizda. Mana sizlarni направление boshqa, bizlarniki направление boshqa. Misol uchun o'sha yo'nalishimizda bo'yicha birlashganimizda bizga boshqa yo'nalishda kelsa ham, bor bizda kompaniyadoshlarimz bor. Qilib bitib sразу sizga jo'natib yuboramiz. Har holda ko'chadagi begonaga jo'natgandan ko'ra, begona ertaga uxlatib qo'ysa, xuddi shuni anaqa muammoni qilib qo'ysa, o'rtada turishga ham xijolat bo'ladi. Bu yerda hozir xijolatbozlik bo'lmaydi. Chunki Xitoy bo'lsa, bizga ro'para qilib yuborasiz. Bu yerda baribir raqobat. Narxi normalniy berildi. O'sha hammasini hisobladik, hammasini ko'rsatib berdik. Sog'lom raqobat bo'lsa zo'r. Zo'r. Raqobatga hech kim qarshilik qilmaydi. O'sha hiylasiz, boshqa narsasiz, to'ppa-to'g'ri. Ancha mana gaplashdik. Alhamdulillah yaxshi tanishib ham oldik. Bundan buyog'iga shu aytganingizdek yana boshqa tanish kompaniyalarni chaqiramiz birlashishga. Boshqa davlatdagi kompaniyalar ham bor. Keyinchalik o'shalar bilan ham tanishtiramiz, xudo xolasa. Bizda hozir 10 tadan oshiq davlat kompaniyalari birlashgan. Birinchi o'chirda biz hozir o'zimizdagi O'zbekistondagi logistik kompaniyalarni birlashtirsak, ancha ishimiz yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Xudo xolasa tanishganimizdan xursandmiz. Kelganingizga rahmat kattakon. Yana bu to'xtab qolmaymiz, xudo xolasa. Rahmat Bahodir aka, chaqirganinglar uchun. Mana zo'r suhbat bo'ldi. Baribir keyingi suhbatlarda ham boshqa yaxshi kompaniyalarni chaqirib suhbat olib boringlar. Keyin aytganimdek, xudo xolasa mana shu yerda o'tirib hozir gaplashib niyat qildik, klub qilib, bitta yig'ilib, shu narsalarni ham bardavom bo'lishini xohlayman. Hurmat qilib chaqirganinglar uchun katta rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Salomat.